Fıkkı ting. Dada men siz $300,000 asrab qoldim. Zarar ko'randa yana nimani boshlading? 120 mashinangizda kelyaptiruvdim. Svetoforda BMW turgan ekan $300,000. Shunda o'nga bordim. Voy mana desa o'g'lim. Urmadim. Malibuga borib soldim. Yo dada yangilik bor. Nima yangilik? Previzrishon bo'lib ketdi. Cristiano! Ha zarar ko'randa. Sorry dada, inglizchada sorry bo'ladi. Penalti a favore Real Madrid. Nima bu? Dada suv quyaman deb superkilek quyib yuboribman. Dada mana nima? Yangi xaladelni oldim ro'zg'orga deb. Shuni oldida o'ralashmang iltimos, qoch oyoqqa. Dada internetda ko'rganman. Bularchi konkurs o'tkazishyapti. Bitta xaladelnik sotib olsangiz, ichidan bunday stiker chiqadi. Bunday o'chirsangiz kod chiqadi. Kodini Telegramga o'tib, ro'yxatdan o'tib olsangiz, ikkita Damas yutib olishingiz mumkin. Bitta Cobalt, bitta Onyxga har oychi rosa ko'p xaladelniklar o'ynashyapti. Siz ham mashinalardan bittasini yutib olasiz. Dada Valnadagilarga ayting, yana bitta xaladelnik bersin. Sizlarda ham issiqmi? Tapichkam erib ketyapti. Testosteroni bilan qonuniy ajrashganlar. Tur yo'qol uyingga mahallani aynitishma. Bu qo'y yog'larga julli shoptonni junini ishkash kerak. Pishib qoldimi? Ana u internatram issiqda so'lib qopti. Doktor, chaqirganda yo'qdir. Tinchlikmi otaxon, nima bo'ldi? Qizim, belayim bo'lib qopsan-ku. Otaxon, issiqda ozgina dam o'tib qopti. O'zingizga ozgina dam bering, ko'chaga chiqmang. O'zimga dam beraman bo'lmasa, uzun marketdan basen zakaz qilib mazaf cho'milib o'tiraman. Bu issiq ambulatoriyaga admin qilyapti-yu. Assalomu alaykum. Uzun marketdan buyurtmangiz yetib keldi. Danle buncha tezkorsilar, Akajon, sizning buyurtmangiz: quyoshdan saqlovchi ko'zoynak, yozuvchi mo'ljallangan krossovka, velosiped hamda basseyn. Oma basseyn qichiq ekan. Uzun marketda yana nimalar bor? Biror narsa o'ylang-da. U ham bor. Yo'q. Uzun marketda hamma narsa bor. Va xotin, to'rtta tuxum pishir, qorin ochib ketdi. Xo'p, dadasi. Voydod! Bu issiqda tuxumlar jo'ja ochib yuboryaptimi? Men ham basseyndan chiqmayman bo'lmasa. Ko'zing no'lay bo'lgunlar, nima bo'lyapti? Ambulatoriyaga admin qilaman, nima bo'lyapti? Qo'y yog'lar nima baqiryapsanlar? Assalomu alaykum jigarlar. Assalomu alaykum rais buva. Biz Hindistonga ketyapmiz rais buva. Bizning Hindistonda muxlislarimiz ko'p ekan. Endi Bombay ligada jang olib boramiz. Bombayga borasanmi, Qatortolga borasanmi? Baqirmasdan shug'ullansan bo'ldi. Bolalar uyg'onib ketmasin. Saturn do'stim, seni sog'indim. Shu yerdaman-ku do'stim. Oktagon liga. Baqirma dedim, baqirma. Tohirjon, yaxshimisiz? Endi foto, endi fama shikishki baba. So'rashib qo'yaylik. So'rash $100. Siz ham kuchayib ketdingiz, Tohirjon. Oldingizga yaqinlash bo'lmaydigan bo'lib ketibdi. Mahallada nima muammo, nima kamchilik ekan? Nozimjon. Keling, rais bu. Nima bo'ldi? Qizim toshib ketdimi? Yo'q, batallarga zelelka surkashdan o'ynadik, yutib qo'ydim-da. Mayli, rais bu, keyin gaplashamiz. Ishdan yirtishdan o'ynatuvdik-da. Ishdan yirtishdan? Mahallaga nima bo'lyapti o'zi? Mahallani obodonchiligiga qarashimiz kerak. Kuchuymi? Aka. Bakir! Voy Bakir! Bakir! Olay mahallada it ko'payib ketdi. Jam, qarang. Teparoqdan qo'ysang, shabadasi ham keladi basharamga. Og'zimdan qo'ysang yaxshi bo'ladi. Kelay qo'yib nima qilasan? Qorasan. Yo'q, mol. Parosatingga paytava dada uxlayapti ham demaydi, pasaytiradi uni. Pasaytir deyapman men senga.
Amaki Rahimni chaqirib yuboring, o'ynamoqchi edim. 50 gradus issiqda inayni hammasini uyda o'ynaysanmi? Yo'qol. Voy bu issiq suzma qilib qo'yapti-yu. Qulam taydi ishi, qulam taydi. Katta bola bo'lib qolding. Sal bunday ma'noli qo'shiqlar eshitgan. Masalan, Yulduz Usmonova YouTube'ga kir qidirgin. YouTube'ga kirib nima qilaman deb, mana Telegramda, Instagram bot bor-ku. Mana qarang. Yulduz Usmonova. Ko'rdingizmi, nechta ashlash chiqib kelyapti? Kemundachi muzikalarni 8 da konsertni zal har xil equalizerlarda qilsa bo'ladi. YouTube, Instagram, Facebook, TikTokdagi har xil videolarni sketch qilsangiz ham bo'ladi. Yo'q, shunaqa narsalar chiqib ketdimi? Ya biz paytda kaseta yurardik. Apkachi? Shahlo Ahmedova. Men seni ko'ryapman. To'roningdan qo'y yag'la, soat 3 bo'lyapti, nahorga osh kulgimiymiz. O'zi 2 da uxladik-ku dada. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi, bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Qizing turdimi? Ha, 2da salonga ketdi. 8da qaytadi. Yo'nbay, o 8 gacha bo'yanar ekanmi? Qulog'imni sochim bilan bekitib yurganman-da, bugun to'yim, endi nima qilaman? Xavotirlanmang, Salim. Men professional bo'lib ketganman. Qulog'ingizda super klip bilan yopishtirib qo'yamiz. Hamma shu strela chayxonachi bo'lgan. Aytda chollarga osh kirganda qoshiq kirmagan. Tezlash qo'y yag'la. Ha, dadasi chaqirdingizmi? Men senga necha marta aytganman, ukangni skladga qo'ymaylik deb. Etta bilan deychyapti. To'la qulluq bo'lsin. Rahmat. Mana qara to'yni ishlab uchdi endi. Anchaga tushdi, ana mebel bilan kiyim-kechakka ancha ketib qoldi. 30 ta qog'oz ketdi. Voy, bu namuncha arzonroqqa bitirsa bo'lardi-yu. Qanaqa qilib? Mana mumkin degan ilova bor. Play Market yoki App Store'dan sketch qilib olasa, bundachi bilasanmi, katta skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi. Hey, kiyim-kecha deysanmi, mebel deysanmi, bitovoy texnika deysanmi, katta nima mahsulotga skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi, tushundingmi? To'yni ham arzonga bitardi. Qo'shnim bo'lib turib to'y kuni aytasanmi? Qo'yag'i? Sendaqa qo'shnim. Amin. Avullama. Borgan joyingda toshdek qol qizim. Qo'shganing bilan qo'sha qariga. Nima bo'ldi? Super klip qo'yib bordi. Mahallaga askarash. Toshkentga ketyaptimi? Somsaxonaga sovus qilamanmi? U nimadir chaqdi-da. Qon shirinda, qon. Voy rais, bu Toshkentga ketyapsizmi? Toshkentga ketyaptiman, Toshkentlikman, ha? Voy, meni ham olib keting. Bo'ldi, hozir Petakka boraylik, Damas bo'lsa ketamiz Toshkentga. Ammo ishingiz yo'qmidi? Bo'pti, o'zim yetib olaman. Qorason kasalligi odamning oyog'iga chiqadigan bo'lsa, oyoq kesib tashlanadi. Chunki sabab qorason kasalligi butun tanaga tarqab ketmasligi uchun. Rais, bu Toshkentga ketyapsizmi? Meni olib keting. Biz to'ldik-da. Sen qambar qassobni oldiga bor, bitta kam edi. Bor, yugur. 3. Ali. Qambar bitta qorason jo'natyapman. Bitta gaplashamiz. Aka, Toshkentgami? Toshkentga lekin to'ldi dedi, orqaga qarab olasiz. Yo'q, mayli, shoshilayotgandim. Chiqing. Ya, singlim. Mashina chiqmay qoldimi? Mana shu o'tirishingizga bitta shirakni qarashni qilib beraman-da. Qimmat butikka kelib qoldimmi deyman-da. Otaxon, ko'nglingiz to'qqin, bizda narsalar qimmat emas. Yuring bu yoqqa. Brend Rose do'konimizda xohlagan narsangizni narxi 59 ming so'mdan. Yo'qmi-yu? Otaxon, turing, bu aksiyamiz 8-iyungacha davom etadi. Sizni bir chiroyli kiydirib qo'yaman. Turing. Diyorajon, jon qizim, bir shaharga kelib aylanib ketaman deyodim dam olib. Shunga iltimos, mahalla-ko'y, qo'ni-qo'shni hech kim bilmasin, xo'pmi? Telefonni bitta ko'ra. Faqat Telegram, Instagram, WhatsApp galeriyaga kirmaysiz. Nimaga kerak? Nastroykaga kerakmi? Yo bo'lmasa budellikka kirib budellik qo'yib beraymi? Ma'loli. Menga ishonmaysiz, rus tilida bir gap bor. Nikto не видим.
demadingiz yo bo'lmasa mushukka o'xshab demadingiz. Ma'nosi hech narsa abadiy emas. Alvido. Va, onasini emsin, pagodaga qarab ish qiladimi? Gapiga qornim og'rib qoldi. Men jicha siqilib kelay. Yomg'irlar. Hamdam uchodi-yu, nima men ucholmayapman? Yog'ar demay. Bo'ldi. Siqilavermang. Dadam siz bilan gaplashar ekanlar. Yuring. Mana da sizga aytgan yigitim. Qizim baxtli bo'lishi nimangiz bor? Maytda holim bor, keyin kontrayim bor, keyin bir ikkita banklardan qarzim bor, kredit olganman. Shu turishingda qizim baxtli qilmoqchimisan? Necha yoshsan o'zi? 20 yosh. 20 yoshli Abduqodir Husanovga geriki bor. Oyiga 40 million dollar topadi. O'zingiz necha yoshsiz? 40 yoshmi? 40 yoshli Ronaldo ham Saudiyada yaxshi pul topyapti. Qilmangda, eshitdingiz sizga bitta gap. Otam aytgan, suvday bo'l degan. Piyalaga tushsang, piyaladay bo'l degan. Choynakka tushsang, choynakday bo'l degan. Uyingizga tushsam, uyingizday bo'laman. Latta kirisa.